Xo'p, do'stlar, bugungi bizning ilk eng katta videomiz. Iltimos qo'llab-quvvatlaysizlar. Xo'p, mana o'qigan bo'lsangiz kerak. Mana jo'natdik hozir. Mana. Bo'ladi. Bir bola do'konga kiribdi. Xo'p, bir bola do'konga kiribdi. Akamiz qaymoq necha pul? 10 ming, 5 ming. 5 mingchi? U yo'q. Unda biz qaymoqni yarmiga tishlab bering. 5 minggacha endi nima? Xo'p, operator qilyapti endi. Men shuncha kulgili demadi. Endi ko'proq. Endi keyin Gemni'dan so'rab ko'ramiz. Qani Gemni qanaqa hazillar qilib berar ekan Gemni. Xo'p, ketdi. Mayli, ketdik. Tandan ko'rmaymizlar. Tak. Oyi, men katta bo'lsam kim bo'laman? Odam bo'l bolam. Demak, variantlar ko'p ekanda. Endi sizlar uchun qo'yaylik. Xo'p, endi ikkinchi hazilni o'qiymiz. Va rosa ko'p chiqarib beribdi-ku. Domla, aytingchi, yer nimada aylanadi? Debdi. O'qituvchi Wi-Fi bor joyda. Yaxshi. Endi mana shu birinchi bo'lish. Xo'p. Bir bola imtihonda o'tiribdi. Domla so'radi: "Nega qog'ozing oppoq? Tozalik iymondan." Yaxshi bu ham ku. Hozir 1 daqiqa. Yaxshi. Men uchun kulgilik. Yorug'lik yaxshi. Endi 1 daqiqa do'stlar. Bo'ladimi? Endi ikkinchisini o'qiymiz. Tak, mashinaga doktor keldi. Doktor, sizga dam olish kerak. Bemor: doktor, uyda internet yo'q, shuning uchun ishga kelib dam olyapman. Yaxshi. Men shuncha kuldim. Xo'p, keyingi hazil shunaqa ekan. Yorib qoldi. Bo'ladi emas hop. Tak, ota, telefonni kamroq ushla. Bola: xo'p bo'ladi. 5 soniyadan keyin dada kamroq degani necha soat edi? Bu hazilmi? Bu hazil emas, do'stlar. Xo'p. Yana oxirgisi bor ekan. Yo'q, endi gemlik. Xo'p. Bir bola Google'dan so'rabdi: hayot ma'nosi nima? Google, siz nazarda tutgan narsa ovqat qayerda? Yaxshi. Bunga bitta kulgu stiker. Oxirgisini ozgina kulgili qoldi. Tak, qani stiker. Mayli, rahmat deb qo'yish kerak. Mana kayfiyat. Va yana chiqarib beryapti. Mayli, biz ham o'qiymiz. Mana kayfiyat. Yana bittasi. Xo'p. Salom, yorug'roq qilay o'zimga. Xo'p. Yana bittasi. Ustoz, kim o'zini ahmoq deb his qilsa o'rnidan tursin. Hazil. Hamma jim. Bir keyin bitta bola turibdi. Ba'zili eshitdim. Ustoz, demak sen o'zingni ahmoq deb o'ylaysanmi? Bola: yo'q, ustoz, bir o'zingiz tik turib qolganingizda ichim achidi. Demak, ustoz ahmoq. Eshitdim bu. Ustoz ahmoq. Xo'p, endi anaqadan so'raymiz. Gemini'dan. Xo'p, mana endi bu Gemni'ga kirdi, endi bunga jo'natadi shu narsa. Albatta qilib ko'raman. Bu bartalarga stiker tashlamaydi u. Ovozlisini eshitib qolamiz. Albatta, harakat qilib ko'raman. Qani, o'zi bilan o'zi gaplashadigan va dunyoni boshqarishni xohlaydiganlar uchun maxsus hazillar. 1. Reja va haqiqat. Doimiy ravishda global geosiyosat, davlatlar chegarasi va xalqaro munosabatlarni tahlil qilib yuradigan odamdan so'rashibdi. Kelajak uchun qanday rejalaringiz bor? Kechasi soat 2:00 gacha dunyo xaritasini qayta chizib, yangi imperiya tuzish. Undan keyinchi ertalab soat 8:00 dagi darsga uxlab qolmaslik. 2. YouTuber muammosi. Bir YouTuber tush ko'ribdi. Tushida unga dunyodagi eng boy odam cheksiz miqdorda oltin va valyuta berayotganmish. YouTuber esa baqirib yuboribdi: menga pulingiz kerak emas. Menga AQSh va Rossiyadan prosmotr, ko'rishlar soni hamda podpishik bering. Kichik va katta maqsadlar. Sening maqsading nima? Men geosiyosiy tahlilchi va buyuk siyosatchi bo'lib, dunyo muammolarini hal qilmoqchiman. Juda yaxshi. Unda darsingni vaqtida tayyorlab, xonangni yig'ishtirib qo'yishdan boshlay qol.
Yo'q u juda qiyin ekan. Undan ko'ra BMTdagi Bla. Uncha ko'ngilli chiqmadi. Xo'p. Qisqaroq. Sizlarga ancha ovoz yetib bor. Men ovozli eshitdim chunki ovozli e'tibor oldingi videolarimda ko'rdim. Xo'p, unda qisqa. Xo'p, va tezroq bo'pti. Hop. Geograf. Aka, menga dunyodagi eng tinch joyni ko'rsating. O'g'lim, xaritani ko'ryapsanmi? Mana shu yerda davlat bor-a? Ha. Ana o'sha davlatning chegarasidan tashqariga chiqib ketsang, tinchlik boshlanadi. Shunda bu kim qaysi davlat edi? Hop. Bitver va oshpaz. Bu gemini odam anaqa bizni o'rganib chiqadi. Mana shuni ko'p yozilgan, psixologiyani bilib olgan. Nima hazil qilish, nima gapirish bo'lni biladi. Xo'p, ona o'g'liga debdi, o'g'lim ovqat pishdi, kelib yegin o'g'il. Oyi, layk yig'ishim kerak, ovqatni rasmga olib, kommentariyaga fikringizni qoldiring deb yozib qo'ying, keyin boraman. Yaxshi, ko'rilgin, mancha. Siyosatda. O'qituvchi, to'g'risini ayt, uyga vazifani kimdan ko'chirding? O'quvchi, bo'lajak siyosatchi. Bu ko'chirish emas, ustoz. Men shunchaki boshqa davlatning tajribasini o'z hududimda muvaffaqiyatli Wait. Yaxshi kulgili chiqdi. Men sizlar ham kulgili chiqdi. Murojaatchi tartib. Telefoningizda xotira to'ldi degan yozuv chiqsa xafa bo'lmang. Demak, xotirangizni o'zingiz nima deyaptim? Tushunmadim. Qarang, o'qiymiz. Telefoningizda xotira to'ldi degan yozuv chiqsa xafa bo'lmang. Demak, hayotingiz sarguzashtlarga va o'chirib tashlashga ko'zingiz qiymayotgan 15 talik bir xil rasmlarga bor. Tushunmadim to'g'risi. Bu nima deyapti? Voy, 7 minut ketdi. Voy, 8 minut. Hop, mashina oxirgisini miskin. Strategik o'yinlar haqida. Kecha soat 3da telefonda butun boshli imperiyani boshqarib, iqtisodiyotni ko'tarib, armiyani g'alabaga boshlaydigan yigit ertalab choyga non to'g'rashga ham erinadi. Nima deyapti? Bu mana aytib beryapti. Bilmadim, kimdir aytib beryapti bu hayotini. Xo'p. Mana o'zi ChatGPTning hazillari yaxshi chiqdi, to'g'risi. Lekin men bittani boyagi siyosatchi haqida hazillar menga juda yoqdi. Shuning uchun gemni bitta deymiz. Hozir kulgu stikkerni menga ham tashlayver. Xo'p, asos. Rahmat, kayfiyatingiz darajada xursand meni. Xo'p. Xayrlashish kerak. Hammaga xayr do'stlar, videoga like, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Xo'p, iltimos bizani 60 ta obunachiga 60 ta qilib qo'yinglar do'stlar. Xo'p, keyingi shu videoning ikkinchi qismini olasizlar, ikkinchi qismini olamiz birgalikda. Xo'p. Videoga like bosish, komment yozish esingizdan chiqmasin. Sizga qaysi ayni hazil yoqdi? Keyingi videoda Claudia bilan ChatGPTni Gemini test qilib ko'ramiz. Yani aylar ko'p-ku. O'shalardan birortasi pullik shunday tilaklarni tashlaymiz. Hammaga xayr.